My name is Mustafa Görmüş, industrial engineer and Salom, mening ismim Mustafa Girmish. Men Turkiyadagi Decora Ltd nomli tashkiloti direktoriman. Jarayon qanday kechdi va qanday muvofiqlik bahosi o'tkazildi? Biz bu yerda Yevropa reglamentlariga muvofiq bo'lgan liftlar bo'yicha muvofiqlik baholashini o'tkazdik. Jarayon yakunlangach, kompaniya nima oladi? Kompaniya o'z mahsulotlariga CE belgisini oladi. Bu esa mahsulotlarni Yevropaga va CE sertifikatsiyasini tan oladigan boshqa davlatlarga eksport qilish imkonini beradi. Jarayon taxminan 3-4 oy davom etdi. Avval biz kompaniya va lift muhandisligi bo'limi jamoasiga jarayonni tushuntirishdan boshladik. Ular esa liftlarning dizayn hujjatlarini tayyorlashga kirishdi. Bu hujjatlar yuzlab sahifalardan iborat edi. Muhandislik jamoasi ushbu hujjatlarni yakunlagach, bizning texnik va inspeksiya guruhimiz barcha hujjatlarni tekshirdi va ularning standartlarga to'liq mos kelishini tasdiqladi. Keyingi bosqich esa kompaniyaning test minorasida o'rnatilgan liftlarda amaliy sinov va tekshiruvlarni o'tkazishdan iborat bo'ldi. Jarayon yakunlangach, bizning texnik inspeksiya bo'limimiz yakuniy hisobot tayyorladi va Yevropa sertifikatsiyasi uchun sertifikat berdi. Bu sertifikatsiyaning kompaniya uchun qanday foydasi bor? Bu sertifikat kompaniyaga o'z ishlab chiqargan va ishlab chiqarayotgan liftlarni Yevropa mamlakatlariga, shuningdek Turkiya, Shimoliy Afrika va ehtimoliy ravishda Yaqin Sharq mamlakatlariga, agar ular Yevropa direktivalariga mosligini tan olsa, eksport qilish huquqini beradi. they should have this certificate. They should not